Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar, hammaga kirib kelayotgan hayit ayyomi muborak bo'lsin. Avvalo, hammaga baxt, saodat, omad, daromad keltirsin. Kimki nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, hammaning yaxshi niyatlari amalga oshishlarini tilab qolamiz. Videolarga keladigan bo'lsak, Lamon Sandy hozir videoda 85 kunlik videosi, bugungi 93 kunlik bo'ldi. Xudo xolasa 25-mart kuni 2026-yil 25-mart kuni 100 kunlik qilib, hamma vaksinasini to'liq qilingan holatda qilib beramiz. Bu firmadan oshgani, firma o'zi uchun boqqan tovuqlar. Ko'pchilik hali firmadan oshgani ma'qul deb biladi, chunki u firma o'zi uchun boqqan bo'ladi. O'zi uchun, misol bateriya, boshqa narsalar uchun ortiqcha boqib qo'yadi. O'sha partiyadan hozirda 5000 ta oshyapti. Xudo xolasa, hozirdan o'sha zakazlarni olishni boshladik. Videoning tagiga nomerni yozib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Shu nomerda telegramlar bor. Agar undan olmay qolsalaring 91-123-46-53 nomeriga ham chiqsalaring bo'laveradi. U nomerda WhatsApp, Telegram hamma yoq ishlayapti. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga dastavkamiz bor. To'g'larimizni ko'rib turibsizlar. 85 kunlik holatda ham yirik, yaxshi boqilgan, hamma vaksinasini to'liq qilib beramiz. Bu firmada 120 mingta tovuq boqilgan, shundan 5000 tasini oshganini sotamiz. Narxlari juda arzon, ko'chadan ko'ra ancha arzon qilib beriladi. Faqat ob'yomda sotilyapti bularimiz. Donali partiyalarimiz ham bor. Donali partiyalarni ham videolarini chiqarib qo'yaman. Bundan keyingi videoda kelib ko'rib netib olaverasizlar. Qirg'iziston Respublikasiga chiqarish imkoniyatlarimiz ham bor. Do'stlar, bitta narsaga ahamiyat qaratishlaringni iltimos qilib qolardim. Sababi, misol firmadan oshganlari jicha qimmatroq chiqib qoladi. Yerda boqilgan, sotish uchun boqilganlar jicha arzonroq chiqib qoladi. Shunga nimaga bunda buncha narx, bunda buncha narx degan narsalarga nima berib o'tyapman, e'tirof berib o'tyapman. Firmada misol boringki, ratsion asosida boqiladi. Maxsus yem, vaksinalarni faqat originallari qilinadi. Boqish uchun nima qilinganlari o'zi uchun boqayotgan. Chunki u o'zi uchun kerakli to'q. Ertadan keyin kasal bo'lsa ham firmani o'ziga zarar hisoblanadi. Shuning uchun majburan eng yaxshi, eng normal narsalarni qilishga majbur. Sotish uchun boqqanlarniki endi ko'pchilikniki, misol ayrimlarniki, hamma ham emas, ayrimlarniki sotish uchun boqishadi. Misol boringki, arzon yem, arzon vaksina bilan shu nimaga yetkazib boriladi. 100 kunligiga yetkazib borib turib sotsa bo'ldi. Endi bizda veterinariya xizmatlari ham bor. Bizda veterinariya xizmatlari ham bepul, bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Ertadan keyin to'g'ri olgandan keyin to'g'da qandaydir bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, to'g'imda shunaqa o'zgarish bo'lyapti yoki tuxum foizi tushib ketyapti degan savollar bo'ladigan bo'lsa, bitta videosini qilib berasiz. Qanday holatlar bo'layotganini bitta videosini ko'rib berasiz. Agar uyingiz uzoqda bo'ladigan bo'lsa, keyin veterinarlarimiz bor, o'shalar nima qilish kerakligini haqida tavsiyalar beradi. Tuxum tushib ketgan taqdirda yoki to'g'da qandaydir nojo'ya ta'sir sezilgan paytida xabar bersalaring, oldini olib nimasini davolash imkoniyatlarini qilib beramiz. Agar mabodo o'zimizga yaqinroq atrofda bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz borib davolab berish imkoniyatlarimiz ham bor. To'g'larimiz hozir bu ob'yomdagilarimiz Samarqand viloyatida, nimalarimiz, donalilarimiz Toshkentda 25-kundan aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Agar ob'yomda oladiganlar ertaroq chiqib turib bron qilib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Bemalol firmaga olib kiramiz. Firmaga kirib turib, to'g'larni ko'rib, netib, vaksinalar bilan hamma yo'g'ini grafiklari bilan tanishib olasizlar. Grafiklari, ratsionlari hamma yo'g'i bilan tanishib, netib olib, ko'nglingiz to'q bo'lgandan keyin zaklat bersalaring bo'laveradi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar.